Firdavsbek Ikrom rahbarlik qilayotgan Rishton tumani maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi mavjud maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kuzgi-qishki mavsumga shay ekanligi quvonarli hol albatta. Buni biz Feruzaxon Egimnazarova direktorlik qilayotgan 26-ta'lim-tarbiya maskani misolida guvohi bo'ldik. Maskan hududi obod, xonalar yetarlicha issiq bo'lganligi bois bolajonlar mashg'ulotlarda, to'garaklarda faol ishtirok etmoqdalar. Milliy uslubda tashkil etilgan burchak hamda kuz fasliga moslashtirib bezatilgan faollar va tadbirlar zali ham ertamiz egalarining sog'lom, bilimli bo'lib voyaga yetishlarida xizmat qilmoqda. Maskan ma'muriyati doimo yangi innovatsion ta'lim tarbiya izlanishida. Shu bois ko'zga ko'ringan tarbiyachilar ham ushbu daraxtda faoliyat yuritmoqda. Joriy yilning 15-sentyabr sanasidagi muhtaram yurtboshimizning biz tarbiyachi va pedagoglarga selektor orqali qilgan murojaatlari bizga katta motivatsiya vazifasini o'tadi. Jumladan, har bir tarbiyachi oliy ma'lumotli bo'lishlari shart degan so'zlari bizni yanada yuksak marralarga chorladi. Mana bizning Rishton tumanidagi maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi 26-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida biz ham bolajonlarimizga sifatli ta'lim va tarbiya berish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan. O'sib kelayotgan yosh avlodlarni barkamol etib tarbiyalash biz tarbiyachi pedagoglarni oliy maqsadlarimizdan biri hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tarbiya tashkiloti. Bu yerda tarbiya topib, ilm o'rganayotgan kichkintoylarimiz ertaga albatta vatan koriga yaraydigan yetuk kadrlar bo'lib yetishlari shubhasizdir. Xo'sh, bu borada boshqa ta'lim dargohlarida nima gaplar? Bu haqda keyingi lavhalarda hikoya qilib boramiz. Dasturlarimizni kuzatib boring. Sherzod Sidiqov, Yunus Alimboyev, Asrojon Tolibjonov, maxsus Rishton tumani axborot markazi uchun.